Chegaradan o'tayotganda va tamo'jnada hujjatlarni tekshirish paytida to'g'ri muloqot qilish juda muhim. Bu bolalar savollarga ishonch bilan javob berishga va tekshiruvdan oson o'tishga yordam beradi. Цель визита. Tashrif maqsadi. Цель моего визита – работа. Mening tashrifimdan maqsad ish. Предъявить документы. Hujjatlarni ko'rsatish. Вот мой паспорт и миграционная карта. Mana mening pasportim va migratsiya qog'ozim. Личные вещи. Shaxsiy buyumlar. В сумке только мои личные вещи. Ничего запрещенного нет. Sumkada faqat shaxsiy buyumlarim, taqiqlangan hech narsa yo'q. Заполнить декларацию. Deklaratsiya to'ldirish. Нужно ли мне заполнять декларацию на деньги? Bular uchun deklaratsiya to'ldirishim kerakmi? Пройти досмотр. Tekshiruvdan o'tish. Куда мне поставить сумку для проверки? Tekshirish uchun sumkani qayerga qo'yay? Конечный пункт. Yakuniy manzil. Я еду в Россию, город Москва. Men Rossiyaga, Moskva shahriga ketyapman.